Uning oppoq badani oydinda tovlanayotgan ipakdek terisi. Bu shunchaki tush emasdi. Bu mening eng shirin va eng dahshatli haqiqatim edi. O'sha kuni amakim qo'ng'iroq qilib, "Ikenang charchab keldi, xabar olib qo'y" deganda, taqdir menga qanday tuzoq qo'yganini bilmasdim. Uyda hech kim yo'q. Faqat men va charchoqdan holsizlanib uxlab qolgan go'zal kenayim. Men shunchaki uning ustini yopib qo'ymoqchi edim. Lekin uning nafas olishi, sochlaridan kelayotgan o'sha mast qiluvchi hid meni aqldan ozdirdi. O'sha bir lahzalik zaiflik butun hayotimni o'zgartirib yubordi. Assalomu alaykum, mening qadrdonlarim, Umomoni hikoyalari kanalining aziz muxlislari. Bugun sizlarga aytib beradigan voqeam ehtimol ko'pchilik uchun taqiqlangan uyat deb sanalar. Lekin bu hayot. Bu inson qalbining eng chuqur, eng qorong'u va ayni paytda eng olovli burchaklaridagi haqiqat. Mening ismim Nodir. Yoshim hozir 26 da. Bu voqea sodir bo'lganida men 24 yoshda qonim qaynagan yigit edim. Qishloqda oddiy hayot kechirardim. Bizning uyimiz amakimning uyi bilan devordarmiyon qo'shni edi. Amakim maktabda o'qituvchi, jiddiy, qattiqqo'l odam. Ko'pincha ishda bo'lardi. Ularning bitta o'g'li bor, mendan katta, shaharda o'qiydi. Faqat bayramlarda keladi. Va inobat kenayim. Inobat kenayim. U 40 yoshlarda edi. Lekin unga qaragan odam buni aslo ayta olmasdi. U kasalxonada hamshira bo'lib ishlardi. O'ziga qarab yuradigan, har doim ozoda, muattar hidlar taratib yuradigan ayol. Uning qomati, ochig'ini aytganda, qishloqdagi har qanday yosh qizni hasad qildiradigan darajada go'zal va jozibali edi. Men uni har doim hurmat qilardim, kenaya deb murojaat qilardim. Lekin ich-ichimdan unga bo'lgan munosabatim boshqacha edi. Uning har bir harakati, jarangdor kulgusi, hatto hovlida kir yoyayotganda qo'llarini ko'tarishi ham meni o'zimga sumalakdek tortardi. Bu shunchaki yigitlik istagi emas, balki qandaydir tushuniksiz, o'smirlikdan qolgan bir hayrat va yashirin ehtiros edi. Bir kuni ertalab, odatdagidek ularnikiga bir yumush bilan kirdim. Eshik ochiq edi. Har doim chaqirib kirardim. Lekin bu safar negadir indamay sharpadek kiraverdim. Dahlizdan o'tib, yotoqxona eshigini salgina ochdim va qotib qoldim. Kenayim ishga kiyinayotgan ekan. Uning egnida faqat oppoq, nafis ichki kiyim bor edi. Ertalabki quyosh nuri derazadan tushib, uning silliq yelkalarini, ingichka belini va to'lishgan dumbasini yoritib turardi. U shunday go'zal, shunday nozik ediki, men ko'zlarimni uzolmadim. Nafasim bo'g'zimga tiqildi. Shu payt u ko'zgudan meni ko'rib qoldi. "Voy, Nodir" deb chinqirib yubordi va qo'llari bilan ko'kragini to'sdi. "Eshikni yop. Nima qilyapsan?" Men go'yo sehrlangandek edim. Tilim kalimaga kelmasdi. "Zo'rg'a uzr kenay" deb g'o'ldiradim va eshikni yopib, shosha-pisha, yuragim dukillab chiqib ketdim. O'sha kundan keyin hayotim o'zgardi. Kenayimning o'sha holatdagi tasviri ko'z o'ngimdan ketmasdi. Kechalari uxlay olmasdim. Tushlarimda uning oppoq badanini silardim, uning hidini his qilardim. Men o'zimdan uyalardim. Bu amakingning xotini. Gunoh deb o'zimni koyirdim. Lekin bu istakni, bu olovni jilovlay olmasdim. Har safar uni ko'rganimda yuzim qizarib, tezroq ko'zdan yo'qolishga harakat qilardim. U ham menga sinchkov qaraydigan bo'lib qolgandi. Uning nigohida g'azabmi yoki qiziqishmi borligini tushuna olmasdim. May oyi edi. Havo iliq, bahorning mast qiluvchi hidi dimoqqa urilardi. Bir kuni kechqurun amakim qo'ng'iroq qildi. "Nodir jiyan, kenang tungi navbatchilikdan kelib, charchab uxlab qolibdi. Mollarga o'txashak tashlab yubor, iltimos." Men maktabda majlisda ushlanib qoldim, "Kechroq boraman" dedi u. Yuragim duk etib urdi. "Xo'p, amaki, xavotir olmang" dedim. Ovozim titrab ketmasligiga harakat qilib. Bu taqdirning menga bergan imkoniyati edi. Uyda hech kim yo'q. Faqat men va uxlab yotgan go'zal kenayim.
Amakimning ishlarini tezda shoshilib bitirdim. Quyosh botib, qosh qorayib qolgandi. Men sekin o'g'rilardek uyga kirdim. "Kenai!" deb chaqirdim. Ovozim bo'g'iq chiqdi. Javob yo'q. Yana bir bor chaqirdim. Sukunat. Yuragim ko'krak qafasimni yorib chiqayozdi. Oyoqlarim o'z-o'zidan yotoqxona tomon boshladi. Eshikni asta g'ichirlatmasdan ochdim. U uxlab yotardi. Ishdan kelgan kiyimida charchoqdan karavotga yuztuban yiqilgancha uxlab qolgan edi. Tizzasidan biroz yuqorida turgan yubkasi, oppoq koftasi. Uning tinch, bir maromda nafas olishi xonadagi sukunatni buzardi. Men uning yoniga keldim. Uning qop-qora sochlari yostiqqa yoyilib yotardi. Men uning yoniga karavot chetiga o'tirdim. Qo'llarim titrardi. Faqat bir marta. Faqat tegib ko'raman, dedim o'zimga. Uning yuziga tushgan sochini sekin, ohista ko'tardim. Uning terisi shunday silliq, shunday issiq ediki. Men engashib uning yuzidan o'pdim. Ohista, xuddi kapalak qanoti tekkandek. U qimirladi, ingradi, lekin uyg'onmadi. Bu mening jur'atimni oshirdi. Men uning yubkasini sekin, millimetrlab yuqoriga ko'tara boshladim. Uning oppoq, silliq oyoqlari keyin esa oppoq tursiga ko'rindi. Mening nafsim bo'g'zimga tiqildi. Aqlim to'xtal derdi, lekin tanam davom et deb buyurardi. Men uning sonlarini silay boshladim. Qo'llarim yuqorilab bordi. Uning terisi mening qo'llarim ostida biroz titragandek bo'ldi. Men uning tursiga ustidan o'pdim. Uning o'ziga xos, faqat ayollarga xos bo'lgan hidi meni mast qilardi. Men o'zimni to'xtata olmasdim. Bu shunchaki shahvat emasdi. Bu yillar davomida yig'ilgan hayrat, ehtiros va balki taqiqlangan sevgi edi. Men uning tursigini sekin pastga tushirdim. Uning eng mahram joyi ko'zlarimga ochildi. Men engashib tilim bilan u yerni erkalay boshladim. Men go'yo cho'lda chanqagan sayohatchi edim va bu mening bulog'im edi. Men uning tanasining har bir nuqtasini o'pib silab chiqdim. Uning koftasini ko'tardim, sinabandini yechdim. Uning oppoq, to'lishgan ko'kraklarini qo'llarim bilan ushladim. Mening ehtirosim shu qadar kuchli ediki, men o'zimni boshqara olmay qoldim. Men o'rnimdan turdim, shimimni yechdim. Tanam olov bo'lib yonardi. Men yana uning ustiga engashdim, uni o'zimga tortdim. Men uning tanasiga o'zimnikini ishqalay boshladim. Va shu payt u ko'zlarini ochdi. Uning ko'zlarida avvaliga tushunmovchilik, uyqusirash, keyin esa dahshat va g'azab paydo bo'ldi. "Nodir, nima qilyapsan?" deb qichqirdi u va menga tarsaki tushirdi. Yuzim lovillab ketdi. "Iflos. Tush ustimdan. Hozir amakingga aytaman. Sharmanda qilaman" deb baqirardi u tipirchilab meni itarib. Lekin men endi to'xtay olmasdim. Mening ichimdagi hayvon uyg'ongan edi. Orqaga yo'l yo'q edi. Men uning qo'llarini ushlab boshining yuqorisiga qayirdim. Kuchim undan ustun edi. "Sizni istayman, Kenai. Faqat sizni", dedim ovozim xirillab uning ko'zlariga tikilib. "Meni haydamang." Men o'zimni uning ichiga itardim. U qichqirdi. Og'riqdanmi, g'azabdanmi yoki kutilmagan zavqdanmi, bilmadim. Men harakatlana boshladim. Avvaliga sekin, keyin tezroq. Uning tanasi bir necha soniya qarshilik qildi, keyin esa mening harakatlarimga javob bera boshladi. Uning qarshiligi asta-sekin susayib, o'rnini og'ir nafaslar va ingrashlar egalladi. "Oh, Nodir. To'xta. Yo'q. Oh." Uning so'zlari bir-biriga qovushmasdi. Uning tanasi endi menga qarshi emas, men bilan birga harakatlanardi. Uning tirnoqlari yelkamga botdi, oyoqlari belimga chirmashdi. Biz 20 daqiqacha shunday davom etdik. Xona bizning nafasimiz, ingrashlarimiz va tanalarimizning bir-biriga urilish ovozlari bilan to'ldi. Bu yovvoyi boshqarib bo'lmaydigan, yillar davomida bosib kelingan ehtiros edi. Men uning bo'ynidan, lablaridan o'pardim. "Siz go'zalsiz, siz ajoyibsiz" deb pichirlardim.
Uning ko'zlarida endi g'azab yo'q edi. Faqat tumandek shahvat va lazzat bor edi. U ham menga javob qaytarardi, meni o'ziga tortardi. Biz bir-birimizning quchog'imizda holsiz yiqildik. Biz biroz shunday yotdik. Faqat og'ir nafas olishimiz eshitilardi. Men boshimni ko'tarib uning yuziga qaradim. Uning ko'zlari yumilgan, yuzida qandaydir tinchlik va qoniqish ifodasi bor edi. Men uning terlagan peshonasidan o'pdim. Mazza qildim, Kenay, dedim pichirlab. U ko'zlarini ochdi. Uning nigohida avvalgi g'azabdan asar ham yo'q edi. Uning ko'zlari chuqur, sirli va biroz ma'yus edi. U qo'lini ko'tarib mening yuzimni, boyagi tarsaki tushgan joyini siladi. Men ham, dedi u ovozsiz, lablari bilan. Keyin u mening labimdan sekin o'pdi. Bu o'pichda minnatdorchilik bor edi. Endi turaylik, dedi u sekin. Amaking kelib qolishi mumkin. Biz kiyindik. Xonadagi havoda hali ham bizning ehtirosimiz hidi, gunohimiz hidi bor edi. Men eshik oldiga borganimda u meni to'xtatdi. Nodir, dedi u menga tikilib. Bu oramizda qolsin. Hech kim bilmasin. Men bosh irg'adim. Albatta, Kenay. Bu bizning sirimiz. U biroz jim turdi-da, keyin sekin ko'zlarini suzib qo'shimcha qildi. Amaking yo'q paytlari yana kelib tur. O'sha kundan boshlab mening hayotim butunlay o'zgardi. Endi men amakimning ishga ketishini, Kenayimning navbatchilikdan qaytishini intiqib kutadigan bo'ldim. Bizning uchrashuvlarimiz tez-tez takrorlanadigan bo'ldi. Har safar bu yangi bir sarguzasht, yangi bir ehtiros portlashi edi. Ba'zan omborxonada, ba'zan uydagi hammomda. Xavf qanchalik katta bo'lsa, lazzat shunchalik kuchli bo'lardi. Bu bizning kichik, taqiqlangan, ammo shirin sirimiz bo'lib qoldi. Men bilardim, bu noto'g'ri. Bu gunoh. Amakimga xiyonat qilyapman. Lekin Kenayimning quchog'ida his qilgan baxtim. U menga bergan o'sha olovli nigohlar. Bularning barchasi har qanday gunohdan ustun edi. Biz bir-birimizga kerak edik. Uning yolg'izligi, eridan ko'rmagan mehri mening ehtirosim bilan to'ldi. Mening o'smirlik orzularim esa uning haqiqatiga aylandi. Men undan ayollik sirlarini o'rgandim, u mendan yoshlik g'ayratini oldi. Ba'zan o'ylab qolaman, bu qachongacha davom etadi? Bir kun kelib fosh bo'lsak-chi? Lekin hozircha biz baxtlimiz. O'g'irlangan baxt bo'lsa ham. Azizlarim, bu mening hikoyam edi. Meni qoralashga shoshilmang. Hayotda shunday vaziyatlar bo'ladiki, inson o'z nafsiga, o'z hislariga hokim bo'lolmay qoladi. Ayol kishiga e'tibor, mehr kerak. Agar u buni o'z eridan topmasa, boshqa joydan izlashi yoki kutilmagan ehtirosga javob berishi mumkin ekan. Men amakimni hurmat qilaman, lekin Kenayimni. Uni sevib qoldim shekilli. Bu voqea sizga saboq bo'lsin. Ayollaringizni e'tiborsiz qoldirmang. Ularning ko'zlaridagi olovni o'chirmang. Bo'lmasa, bu olov boshqa birovni isitishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.